Bu partiyamizga yana ham boshqachalardan u. Bunisi ham biri qo'chqor, biri sog'lig'idan. Bu qo'yga bitta baho berib qo'ying, toza yegiz. Toza naslda hisor qo'y. Onasini ham qashqasi bor, bolalarini ham qashqasi bor. Qo'yga bitta baho berib, like-da tirs etib bosib keting. 3-bollar aka yonidagi, xudo xolasa. Onasini suyagi o'ta katta, bo'yini 85 ga olaverasiz. Yirik narsa, xudo xolasa. Bu qo'zilarini bitta qarang, yaltirashini qarang, bu jonivorlardi. O'ta ham go'zal, ko'zni quvnatadigan narsalar, xudo xolasa. Olgan pulingizga oqlaydigan. Hammaga shunaqa barakali narsalardan nasib qilsin. Tez kunda uyingizda bir qora qo'yib ketadi. Ana olib qo'ying, qo'ldan kelgancha narxini yengilroq chiqarishga harakat qilamiz aka. Qo'yga bitta baho berib qo'ying oldin. O'ta uzun, o'ta gigant narsa. Haqiqiy zo'ridan. Siz idealingizdagi qo'y deb o'ylayman aka. Mana mana bolasi suvliq, boshda qashqasi kichikroq, boshqa qashqasi kattaroq qo'ychiqot. O'ta ham tiniq lekin bolalari jonivorlardi. Kelishgan, yuzlari ham tiniq, suyaklari o'ta zo'r. Bolalari ham haqiqiy hisori qo'y jonivorlar. Yeb ichishdan kamchiligi yo'q onasini aka. Bolalarini shu holatga olib kelguncha o'zi shuncha badan qolgan, lekin o'ta ham go'zal. Ya bolalari endi nech kunlik deyishingiz mumkin. Bolalari bir 10 kunlik. Rasa bo'lsa kattalar, yo'qsa 10 kunlik qo'zi. O'tirishni qarang, jonivor, mashalloh. Qo'ydi idealidan zo'rini, gigantini olaman desangiz, Alloh ochiq qo'ying. Xudo xolsa ishingizni qo'ldan kelgancha bitirib beramiz. Ozgina mehr talab akalar onasi. Yaxshilab yemini bersangiz, xudo xolsa bolalari ham egizakchi. İnşallah. Yaxshi niyatda olavering, xudo xolsa yaxshi baraka topasiz. Onani turishini qarang, jonivor. Xo'p, aka, bu ko'p gapirganimdan eng qiziq joyi narxida. Narxini ham yengil qilib beramiz, xudo xolsa. Ko'ryapsiz akalar, 14 million, 15 million, 16 million, 17, 20 million ham qo'yishyapti akalar, egizakchi qo'ydi. Realniy bo'lsin, emishini qaranglar, jonivor bolalarini. Haqiqiy ko'zni quvnatadigan joyi mana shu. Ana akalar, jonivorlarni qaranglar. Qimillamay turib berishini onasi. O'ta mehribon ekan bolalariga. Jonivor. Xo'p, akalar, buni narxi akalardan bo'lsak, narxi akalar 12 million 200 ming so'm bo'lsa dastlabkiga olib borib beraman. Toshkentgacha dastlabkasi ichida. Jonivorni qaranglar. 12 million 200 ming so'm. Xudo xolasa chiroyli qilib uyingizga yetib boradi. Inshaalloh. Qo'ydi qarang. Havas qilganlar, niyat qilganlar bo'lsa Allohga chiqsin, hammani qo'rasa shunaqa barakali narsalarni nasib qilsin akalar. Biz keyingi partiyaga ko'rsatamiz.